Qo'llari bo'lmasa-da, ijodi bilan yuraklarga yo'l topa olgan rassom Lutfullo Qodirov. U mo'y qalamni oyoqlari bilan tutib, har bir asari orqali hayotga bo'lgan muhabbat va sabr matonatni ifodalaydi. Lutfulloning do'sti va ijodiy hamrohi Yolqinjon Mirzakbarov ham ranglar orqali inson qalbining nozik tuyg'ularini ochib beradi. Ko'proq men manzara yo'nalishida ishlayman. Do'stimizning yo'nalishlari ko'proq falsafiy yo'nalishda. Bo'lib o'tgan voqealar, iloji boricha tarixiy voqealar, keyin o'qigan kitoblarimdagi ta'sirlangan hodisalardan olaman. Qo'qon Art rezidensiyasida ijodiy ko'rgazma tashkil etildi. Ikki rassomni nafaqat do'stlik, balki umumiy maqsad san'at orqali inson imkoniyatlarining chegarasi yo'qligini namoyon etish istagi birlashtirdi. Art rezidensiyamiz ochilgandan ba'zi bo'lib turgan ko'rgazmalarda ichida boshqacha, o'zgacha ko'rgazma bo'lyapti, chunki o'z nomi bilan izlanish. Tomoshabinlar bu yerda shunchaki rasmlarni emas, balki hayot haqida so'zlovchi hikoyalarni ko'rishdi. Har bir kartina ortida mehnat, sabr, toqat va ishonch mujassam edi. Tashrif buyurganlar orasida rassomlarning ota-onalari ham bo'lib, ular farzandlarining irodasi va qobiliyatiga chuqur shukronalik bildirdilar. Ha, bu menga juda katta faxr. O'g'lim shunchalik hunarli bo'lib, shunchalik rassom bo'lgandan men juda katta faxrlanaman. Bundan ham yuksaklarga erishishini Allohdan so'rab qolaman. Allohning berganiga shukrlar aytaman. Matonat ko'rgazmasi davom etadi va har bir tashrif buyuruvchiga hayot haqidagi yangi izlanishlar va ilhom bag'ishlaydi.